aka bitta savol bordi. Aha. Siz Dubayga sayohat qilgansizmi yo sinfdoshlar bilan yeb ichardimi? Sinfdoshlar bilan yeb ichar? Kim edi ular? Qizig'i yo'q ekan-ku. Avvalgi zamonda jugular, lulular qabila bo'lib yashagan, bilasanmi? 6 tasi, 3 tasi, 2 tasi bitta u qabila bo'lib yashagan. Bizlarda 9-V sinf. Bolalari ham xuddi ana shunaqa, qizlari ham. Men mana Rossiyadan kelgan paytim hammasini chaqirdim. Kenglar, yeb icharing, yeyishing, ichishing, polnista borib kelishingacha to'layman. Kenglar o'tirib yeb ichaylik desam, 3 tasimi ketdi-da. Mehr qoldi, na hurmat qoldi. Yana eng qizig'i borki, 3 tasi bitta bo'lib keyin bir shashlikcha ustiga piyaz to'g'ratadi keyin mana shashlikdan shoshib pishib qaytib ketadi-da. Biz sinfdoshlar ana shunaqa. Yurgakda xudo urgan bizlar 9 buni. Ana shu videoni 9 valaga tashab qo'yavering. Zir-zir to'ylar muborak. Bir odam bo'lib keldik, odam bo'laylik degan joyiga bizga aytilgan. Qachon bir bunday bir odamlar og'anlarda o'tiramiz, yozilib, bir qo'rqmay hech nimadan.